Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonliklar uchun Qurbon hayitida bayram tuhfasi beriladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonliklar Qurbon hayiti munosabati bilan ketma-ket 5 kun dam olishi mumkin. 2026-yilda Qurbon hayiti 27-may chorshanba kuniga to'g'ri kelishi kutilmoqda. Shu munosabati bilan 28-may payshanba va 29-may juma kunlari qo'shimcha dam olish kunlari bo'lishi mumkin. 5 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun 30-may shanba va 31-may yakshanba ham odatiy dam olish kuni hisoblanadi, deyiladi xabarda. Ushbu xabarni do'st va yaqinlaringizga yuborib, ularni ham xursand qilib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.